Oz joniga qasd qilmoqchimisiz? Aftidan, sizning vaziyatingiz hal qilib bo'lmaydigandek tuyuladi va muammolaringizni hech kim, hatto Xudo ham hal qila olmaydi. Bilasizmi, men u yerda bo'lganman va siz hammasini bir marta va butunlay tugatmoqchisiz. Stop. Sizga chindan ham yordam bera oladigan kimdir bor. Siz uchun olgan va muammoingizni hal qila oladigan zot bor. Chunki men ham bu yechimi yo'q muammolarga duch kelganman. Va men ilgari filmlarni ko'rganimda odam bankrot bo'lib, o'zini o'ldirganini ko'rsam hayron bo'lardim. Bolaligimda o'ylardim, ular nima qilardi? Axir hammasini boshdan boshlash mumkin-ku. Lekin men o'zim bankrot bo'lganimda, men 6 marta bankrot bo'lganman. O'shanda chinakamiga o'zimga o'q uzishni xohlagan edim. Menda doim shu fikrlar bo'lardi. Men depressiyaga tushib qolardim va bir safar muammom 6 yil davom etdi. 6 yil davomida muammom hal bo'lmadi va men uyimdan qochishga majbur bo'ldim. Men 6 yil davomida militsiyadan, banditlardan, hamma odamdan qochib yurdim. Bilasizmi, men uni topdim. Aniqrog'i, u meni topdi va u menga bu hal qilib bo'lmaydigan vaziyatdan, millionlab qarzlardan chiqishga yordam berdi. Mening 15 million qarzim bor edi. Bu faqat davlat uchun, qo'shimcha ravishda odamlar uchun juda ko'p pul. Va Xudoning yordami bilan men bularning barchasini hal qildim. Yoki aksincha, bularning barchasini u hal qildi. Men hatto prinsipial jihatdan hech narsa qilmadim. Men shunchaki o'yladim, ibodat qildim va Xudo menga yordam berdi. Va u sizga yordam beradi, chunki u sizni sevadi va u sizning uni tanib bilishingizni, uning qalbini bilishingizni va bu hal qilib bo'lmaydigan vaziyatdan chiqishingizni istaydi. Va sizga aytaman, qanchalik qiyin bo'lmasin, men ham yaqinimni yo'qotdim. Bu mening o'g'lim, to'ng'ich farzandim edi. Va bilasizmi, Xudo menga bu vaziyatlarning barchasidan chiqishga yordam berdi. Shunday qilib, profilim sarlavhasidagi havola orqali Telegram kanalimga o'ting. Mening ismim Agilbekov Talasbek va siz barcha muammolaringizni, barcha vaziyatlaringizni hal qilishga yordam beradigan zot bilan uchrashasiz.